O'rtoqlar, bu 8 kilovatlik invertor. Mana 8 yozilgan. O'z ishini qilib turibdi. Gibrid akkumulyatorlar bor. Litiy akkumulyator 48 volt, 260 amper. Bu oldingi videolarda ko'rsanglar 3 yildan oshib ketdi, 4 yilga qaradi. Mana shu invertor o'rnatildi. Bir fazlik gibrid. Bunisi 30 kilovat. 30 kilovat mana stringlari taqilib turibdi. Ashti to'liq hammasi 30 kilovat, 3 faz счетчик, 3 fazlik. 3 fazga uylangan. Mana 3 faz chiqib turibdi. 0. 3 faz счетчик qo'yildi. Sababi invertor 3 fazga alishtirishimiz sabab 50 kilovat invertor qildik. Hozirgi vaqtda mana berib turgani 30 kilovat, u yoqda 38 kilovat bo'ldi. Davom bor. Bunisi 10 kilovat. Bir fazli sityoy bu ham 10 kilovat. Mana hozir berib turgani kat balajini sovutish sistemalari bilan qizgandan keyin aylanishni boshlaydi. Mana bu shillatib. Endi ko'pchilikda savol tug'iladi. Mana 8 kilovatlik gibridni sityoylar qo'shib 50 kilovatga oshirdim. 50 emas, to'g'ri aytganda 48 kilovatga oshirdim. Mana shunday tartibda mana panellarni qo'yib, bog'ni yopib tashladim hisobi. Katta balandlikda. U naryoqda mana panellar turibdi chekkada. U oldingi 8 kilovatga taqilgan. Mana shu panellar mana jami 48-50 kilovatdan ziyod panellar. Hisoblasa 60 kilovat ham boradi. Shu sistemaga 48 kilovat panel o'rnatildi. Ha, tomda ko'rib turibsizlar, oldingi qo'yilgan panellar 350 wattlik hammasi, tomda turganlar. Hammasi 350 wattlik. Monokristal. Hattoki orqasida naqlikasi ham yo'q. Hozir reklama javjida jingollanji degan gaplar bo'lib yotibdi. Hammasi safsata, bekor gaplar. Bu panellarni ham mana yaqinda o'rnatdim. Mana bir qator, unisida yana bir qator ketdi. Ishonaveringlar, Lonji Jinko degan emas, o'shim nomi notanish. Shundoq etiketkasiga qaranglar, orqasida etiketka bor. Etiketkada o'zi klass yozilgan, hamma xarakteristikasi yozilgan. Reklamaga muhtoj emas bu panellar. Mana Lonji magazinda suratga olganman, etiketkasiga qarang. Bunisi bizni o'rnatganimiz. Keyin yana bir odamlar tushunmovchiligi bor, ko'p aqllilar boshqacha gapiryapti. 3 faz o'rnatish, 3 faza o'rnatgan nimaga denni bir faza invertor taqsa bo'ladimi degan gaplar bo'lib turibdi. Yo'q dedi, birovni ish qilib bo'lmaydigan gaplar gapirib yotibdilar kimlardir. Mana sizlarga fakt video. 3 fazani ham taqib qo'yibman, 3 fazani ham. Har fazasiga, kam fazasiga har biriga 8 kilovat invertor taqilgan, biriga 10 kilovat invertor taqilgan. Ana 3 faza 30 kilovatlik 3 fazada yotibdi. Mana shunga e'tibor qilinglar, lishni gaplar shart emas. Panellarni qancha albatta invertor sifatiga qaraydi, ko'p taqsanglar shuncha effekt yaxshi bo'ladi. Ishonasizlarmi? Ana oldingi videolarimni ko'ringlar. Tomda turgan o'sha 350 wattlik 8 kilovatga taqqanman, 15-6 kilovat energiyacha panel taqilgan. 15-16 kilovatga yaqin panel taqilgan. Mana oldingi videolarni ko'ringlar. Taqishda quyosh sistema qo'yaman desanglar, panel harajatidan qochmasanglar qo'yinglar. Tak arzonchilar bu nimaga aralashmasa ham bo'ladi. Arzon qo'ydiraman deganlar. Ham birinchi tavsiyam, har bir uyda обязательно svet o'chadi. Svet o'chishi
Shuncha panel bo'lib turib, mana bu sityolarda bu ham o'chadi, foydasi yo'q. Bir gibrid o'rnatib olinglar boshiga, o'zi oldin. Hamma hozir eng boshidan 5 kW sityoy qo'yishni boshlagan. Unaqa emas, gibrid qo'yib olinglar yaxshisidan 5 kW. Undan keyin qo'shib boraverasizlar. Meni misolimda mana 8 kW gibrid qo'ydim, izidan sekin-sekin 30 kW 3 faz qo'ydim. Izidan yana 10 kW sityoy qo'ydim. Mana jami 48 kW inverter o'rnatildi. Kelib turgan doxodi ham emas, gap yo'q. 7 milliondan ziyod chiqdi. Bu oy yana oshish ehtimoli bor, sababi 10 kilovatli panelni 10 kun kechikib taqqanman o'tgan oyga. Ana bu oy u ham qo'shiladi 10 kun. Taqishdi, xulosa chiqarib olishdi deya umiddaman. Bizani xalq arasida mana shunday poda instinkti degan gap bor. Bu poda instinkti deganda nimani tushunamiz? Mana keyinchalik rolik qo'yib beraman, konkret tushunasizlar. Odamlar quyosh panel qo'yib boshladi. Uni ko'radi, qo'ymaydi, buni ko'radi, qo'ymaydi, keyin ko'radi-da deb qo'yishni boshlaydi. Undan boshqa ko'radi, u ham qo'yadi. Keyingilar sekin-sekin arzon variantiga o'tib ketadi, arzon. Mayli. Shu deganda oxiri nimaga borib taqaladi? Hamma o'rnatib oladi. Shu podadagilar undan keyin bu sistema to'g'risida noto'g'ri fikr yurita boshlaydi. Bo'lmaydi, bu yaramas ekan, o'zini oqlamas ekan degan gaplarni boshlaydi. Shu degandek, mana shu udum bizning oramizda, xalqimiz orasida avjiga chiqqan. Mana elektromobillar masalasida ham shu gap. Hozir unga qaraydi, u mana birga mashinalarni oladi, shunaqa gaplar hammang tushundinglar degan umiddaman. Shu degandek, har kim ko'ziga qarab, to'g'ri ma'lumot olib ish qilsa, bir natijaga to'liq erisha oladi degan gap bor. Biz svetofor oldiga 6 ta aktyorni joylashtirdik. Ularning 6ovi ham baravariga hali yashil chiroq yonmasdan qizil chiroqda yo'lni kesib o'tishni boshladi. Va bilasizmi bu yerda nima bo'ldi? Eksperimentdan umuman xabari bo'lmagan 7 ta inson svetoforga qarab ham o'tirmasdan 6 ta aktyorga ergashdi. Aynan mana shu holat poda instinkti deyiladi. Ya'ni ba'zi holatlarda odamlar ko'pchilik nima qilayotganini ko'rsa, o'ylab o'tirmasdan ularga ergashadi. Ular yoki e'tiborsizlik qilib yoki hamma yurdi, demak bu to'g'ri degan fikr bilan harakatlanishadi. Ammo ushbu eksperimentdagi mana bu ikki inson qolganlarga ergashmasdan yashil chiroq yonishini oxirigacha kutib, keyin yo'ldan o'tishdi. Nima deb o'ylaysiz? Hayotimizdagi yana qaysi holatlarda poda instinkti qurboniga aylanyapmiz? Mana shu ikkita inson orasida biza bormiz. Sizchi qaysi poda ichidamisizlar yoki mana shu ikkita inson orasidamisizlar? Video orqali qisqa lo'nda tushuncha berdim degan umiddaman yana. Keyin o'ylamanglar, men ustanovka qiladigan gruppam yo'q, panellar o'rnatadigan firmam yo'q. Men o'zim uchun yakka, o'zim uchun harakat qiladigan odamman. Tanish bilish anaqalar bunaqalar chiqib qolsalar, tushunadigan, biladiganlar bo'lsa, qiziqadiganlar bo'lsa, ularga qo'yib berib, anaqa qilgan ishlarim bor, qilamiz ham, yordam qilamiz. Sifatli yaxshi apparatlardan o'rnatib olish, yaxshi texnikalar olish, hammasiga hissamizni qo'sha bilamiz. Taqishdi, video muvaffaqiyatli bo'lgan bo'lsa, like bosinglar. Like bossalaring video tarqalishi kuchli bo'ladi. Tushunmagan odamlarga ancha sizlar like'ingiz orqali bir yetib olishiga hissangizni qo'shgan bo'lasizlar. Faqat tomosha qilib o'tib ketmanglar, harakat qilinglar. Har holda tavsiya qilaman har kimga bir hatto 5 kW quyosh sistema o'rnatib olishlaringga, gibrid sistemadan. Xalq ichida mish-mish gaplar yuribdi. Katta sistema qo'ymasalaring ham, faqat mana shu uyingizni tokini besplatniy qiladigan yo'lni qilib olinglar.